O'zbekiston terma jamoasi 9-oktyabr kuni Toshkentdagi Olimpiya stadionida Kuvayt terma jamoasiga qarshi o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazdi. Milliy jamoamiz bu bahsda ishonchli tarzda 2-0 hisobida g'alaba qozondi. Uchrashuv murabbiylar shtabi uchun Yevropa saralash bosqichiga tayyorgarlik doirasidagi muhim sinovlardan biri bo'ldi. Boshlang'ich daqiqalardanoq O'zbekiston tashabbusni o'z qo'liga oldi. 10-daqiqada hujumchi Eldor Shomurodov o'z zarbasi bilan hisobni ochdi. Oradan atiga 9 daqiqa o'tib, Hojimat Erkinov faol pressing va aniqligi bilan ikkinchi golni kiritdi. Shu tariqa o'yinning dastlabki 20-daqiqasidanoq o'zbekistonlik futbolchilar raqib ustidan ustunlikni ta'minlab oldi. Biroq birinchi bo'limda kichik noxush holat kuzatildi. Abbosbek Fayzullayev jarohat olib, o'yinni davom ettira olmadi. U ehtiyot chorasi sifatida almashtirildi, ammo jarohat jiddiy emasligi aytilmoqda. Bu uchrashuv shuningdek Fabio Cannavaro uchun O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi sifatida ilk debyuti bo'ldi. Jahon chempioni Cannavaro jamoaga yangi energiya olib kirganini o'yindan sezish mumkin edi. Futbolchilar yuqori pressingda o'ynashga, to'pni tez harakatlantirishga va pozitsion ustunlikni saqlab qolishga intildilar. 63-daqiqada jamoamiz yarim himoyachisi Otabek Shukurov penalti zarbasini amalga oshirdi, biroq darvozabon uning zarbasini qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Bu epizod jamoa ruhiyatiga ta'sir ko'rsatmadi. O'yinchilar o'z o'yinini ishonch bilan davom ettirdi. Ikkinchi bo'limda murabbiy bir nechta o'zgarishlar kiritib, yosh futbolchilarga imkon berdi. Himoya chizig'i mustahkam o'yin ko'rsatdi. Darvozabon esa bir nechta xavfli zarbalarni ishonchli tarzda to'xtatdi. Kuvayt esa gol urish imkoniyatini topa olmadi. Assalomu alaykum hammaga. Butun xalqimizni g'alaba bilan tabriklayman. O'yinni yaxshi boshladik, tezkor gol kiritdik. O'yin nazoratimiz ostida o'tdi. Yangi murabbiyga moslashishimiz yaxshi ketyapti. Tezroq moslashib ketamiz deb o'ylayman. Ko'p qiynagan vaziyat. Hamma vaziyatda o'z qiyinchiligi bor. Shu vaziyatdan yaxshi tarafini tikib ketishga harakat qilamiz hozir. Endi Urugvay bunaqa kuchli jamoalar bilan birinchi o'chirda jahon chempionati oldi tayyorgarlik deb o'ylayman. O'zimizni sinab olamiz jahon chempionati oldin. Bunaqa terma jamoalar bilan ko'proq jahon chempionatigacha o'ynasak, jahon chempionatiga shunchalik yaxshi tayyorlanamiz deb o'ylayman.